Hozir yo'lga chiqishdan oldin shu yerda servisda bitta texnik ko'rikdan o'tkazib yuboradi mashinani. Ishxonani servisi, hamma narsa bor. Vulkanizatsiya deydimi, moya almashtirish, hammasi shu yerda. Mashinani lampochkasi yonmay qo'ygan, tormozlik. O'sha almashtirib, hozir yo'lga chiqamiz. Xudo xolasa. Ishxonani servisi. Ishxonani servisi diskali kraskalar qo'yishdi. Biz yangi fara qo'ydik. Ham eskisi. Ham eskisi singan ekan, mana bundan suv kirib, o'shani hisobiga kuydirgan. Eskisini chiqarib tashladik. Yangi qo'ydik o'rniga. Biz akalar, mana bu rezinkasi ketib qo'ygan ekan. Oynaga suv sepmayotgandi. Shuni almashtirdik. Keyin o'rnik cho'tkalarni ham qo'yib berdim. Yangisiga almashtirib, xudo xolasa reysga tayyor mashina. Yo'lga chiqib ketamiz. Mana bu eskisi. Chirib uzilib ketgan ekan. Xullas, kelganim ham qaytganim o'z boyi chiqib ketuvdim. Mana bu tabloda ошибка ko'rinadi-da, сообщениеda ko'rinadi. Mana bu yerda hozir mana bu birinchi o сообщениеda turadi-da. Qati nima ishlamasa. Yaxshi bo'ldi, kelganim qildirib oldim, to'g'rilatib, xudo xolasa endi yo'lga. Men o'zimga perchatki, освежитель, mana bunaqa artadigan narsalar hammasini olib oldim, komplekt. Xudo xolasa endi Ruminiyaga yo'l olamiz. Hozir orada uyga kirib, narsalarni olib, kiyimlarni olib, xudo xolasa yo'lga chiqib ketamiz. Akalar, biz safarga chiqdik, yo'lga chiqdik. Xudo xolasa soat 12 da chiqishimiz kerak edi. 2 da chiqdik. Havo harorati 12:30. Hozir to'g'ri Polsha chegarasiga borib, Polsha chegarasidan zapravka qilib ketamiz, xudo xolasa. Xullas, kun isidi. Kechagi qorlardan keyin kun isidi. O'zimiz bilan kerakli produktlarni olib oldik. Hamma narsa olib oldik. Xudo xolasa. Suv qolib ketibdi. Suv qolib ketibdi. Hozir orqaga qaytamiz endi. Suv olmasak bo'lmaydi. Orqaga qaytib suv olmasak bo'lmaydi. Uzoqqa ketmagandik unchalik. Qaytamiz endi orqaga. Chap qo'ldagi qizil tomli uy biz uy. Shoshganda o'zi shunaqa bo'ladi. Mana shu uy bizniki. Shoshganda o'zi shunaqa bo'ladi. Uyda mashina bor edi, lekin mashina bor. Sheriklar mashinasi. Mana xuddi shunaqa temirda chiqib ketyapman reysga. O'zi reysga ketishdan oldin hech shoshish kerak emas. Shoshsa albatta nimadir reysdan chiqib qoladi. Bolalar ham uyda hamma akalar reysga tayyorlanishyapti. Xudo xolasa, ular ham bugun kechga bo'lmasa ertaga ertalabdan deyarli hamma chiqib ketadi. Hamma chiqib ketadi. Kimdir Germaniya, kimdir Daniya, Ruminiyaga, kimdir Avstriya, Vengriya, Slovakiya, shunaqa reysga tarqaydi hamma. Endi bundan buyon kun issiq, suv olmasak bo'lmaydi. Suvlarni zapas qilib ko'proq suv olib kerak. Bu mashinani yonida zapas baki yo'q. Nargi plan bekalarda suv quyadigan zapas baklari bor. 30-40 litr suv ketsa kerak. Bemalol yo'lda to'xtab, yuz qo'l yuvib, idish yuvib ketsa ham bo'ladi, bu narsalarni yuvib. Shunaqa.
Mashina bozorga bordik, boya shu mashinalarni ko'rdik. Bir ikkita variant qildik, oladigan bo'lib turibmiz. Xudo xolasa shu yo Skoda yo Volkswagen o'shani olamiz. Bizga unaqa ishxonaga qatnashga unaqa qimmati ham kerak emas. Shu yurib tursa bo'ldi, olib kelib tursa, shu 20 kilometr yoqqa, 20 kilometr bu yoqqa orada shu do'konlarga, magazinlarga chiqib bozor qilib kelishga chiqib tursa, yarab tursa kunimizga bo'ldi, xudo xolasa. Unaqa uzoqqa qatnamaymiz u mashinada baribir. O'zbekistonga ham olib ketmaymiz. Keyinchalik shu o'ziga o'xshagan mashina purishlarga sotib ketamiz, yo bo'lmasa metallomga topshirib ketamiz. Kim ketadigan bo'lsa. Shuning uchun qimmat mashina shart emas. Qimmat mashina. Chunki hali oldinda yomg'irli kunlar oldinda bu yerda yomg'irlar juda qattiq yog'ar ekan. Haftalab yomg'ir yog'adi deyshti. Shu ko'ramiz endi.